Ichki ishlar xodimlari sizni Telegramingizni ma'lumotlarini Telegramdan ofitsialniy so'rashlari mumkin va buni siz so'raganmi yo'qmi tekshirsangiz bo'ladi. Buni hozir qanday tekshirishni o'rganamiz. Buning uchun Telegram kanalimga kirib olamiz yoki mana shu yozuvni yozsangiz ham bo'laveradi poiskka Telegramdan. Shunga bitta bossangiz, mana shu silkaga bossangiz, mana shu Telegram bot, ofitsialniy Telegram bot kelib chiqadi. Bu yerda start tugmasini bosasiz. Mana keyin mana bu to'rtburchakka bosib, mana shu nimani bosasiz. Mana bu dannilarni perevod qilib o'zingiz o'qib tushunib olsangiz bo'ladi. Bu yerda mana shu raqamni so'rashgan ichki ishlar xodimlari. Bu Latviya raqami va 1 2 3 marta, bu yoqda 1 2 3 6 marta umumiy so'ralgan. Mana buni tushunmadim, lekin mana bu so'ralganni nimasi belgisi. Mana shu agar sizda 0 bo'lsa, ikkalasi ham 0 bo'lsa, sizni nimangizni Telegramdan so'rashmagan ofitsialniy, ya'ni ichki ishlar xodimi. Bu har bir Telegram raqamni, masalan meniki hozir Latviya raqami bo'lsa, o'sha Latviyani ichki ishlari so'raydi. Sizda O'zbekiston raqamga ochilgan bo'lsa Telegramingiz, O'zbekiston ichki ishlari so'ragan bo'ladi. Mana o'sha ikkalasi ham 0 turgan bo'lsa agar sizda, bu sizning raqamingiz qidiruvda emasligi. Bu menda hozir qidiruvda, ya'ni Telegramga ofitsialniy chiqib turib, mana shu raqamni dannilari kerak deb so'ralgan. Siz ham o'zingiz ekan tekshirib qo'ying.